Siz aytishingiz mumkin. Men hammasini taxt qilib qo'yibman, lekin yuradigan erkak baribir yuraverar ekan deyishingiz mumkin. Lekin siz qachon o'zingizga oxirgi marta e'tibor berdingiz? Ya'ni toza mushaklaringizga e'tibor berdingiz. Siz aytishingiz mumkin, uy joyini taxt qilib qo'yibman, kiyimlari top-toza, osh-ovqati tayyor, 5 tala paqillatib o'g'il qizlarni tug'ib berganman, qaqa ketadi deyishingiz mumkin. Lekin xato qilasiz. Erkak kishini 10 ta tug'ib bersangiz ham ushlab qola olmaydi. Qachonki siz erkak kishini tilini topmasangiz. Aman bitta o'zi shalvirab yotibdi, qin sohilingizda paq-puq ovozda chiqib yotibdi, har xil hidli ajralmalar, qorningiz osilib yotibdi, libido tushib ketgan, orgazmni aldakasim olasiz. Eringiz tushunib turibdi, bilib turibdi ham, birchi deydi, ikkichi deydi, o'sha u yog'iga yo'l yo'q. Erkak kishi sizdan energiya ola olmasa, bo'ldi, o'sha ketadi energiya olishga. U sizdagi biza ayollardagi erkak kishilar chidab o'tirmaydi. Ay yaxshi bo'lib qolar, ertaga yaxshi bo'lar, indinga yaxshi bo'lar demaydi. Biza bu ayollar ertaga yaxshi bo'lib qolar, erim, ertaga insof kirib qolar, ertaga o'zi tushunib yetar xato qilayotganini deymiz. Lekin erkak kishi unaqa deb o'ylamaydi. O'shaning uchun ayollar hozirdan o'zingizlar ustingizda ishlashni boshlashinglar kerak. Ertaga уже kech bo'ladi. Hozir sizni ro'zg'oringizni qilib turayotgan bo'lsa, osh-ovqatingizga ro'zg'or qilayotgan bo'lsa, bog'cha puli, maktab puli, kiyim-kechagini qilayotgan bo'lsa, bu boshlanishi. Ertaga sizga o'sha narsani ham qilmaydi. Qachonki siz o'zingiz ustingizda ishlamasangiz, magnit ayol bo'lmasangiz, o'zingizga tortuvchi, jalb qiluvchi, energiyaga bor ayol bo'lmasangiz, hamma yog'ingiz osilib, paq-puq ovozda chiqib yotsa, erkak kishini уже qo'yib yuboring. Уже u ketadi. Sizni 10 ta, 5 ta bola tug'ib berishingizga, qaynona-qaynotangizni xizmatini qilishingizga qaramaydi. Shuning uchun hozirdan o'zingizni tiklab oling. Tug'dingizmi? Bo'ldi, shu zona komfortidan chiqing. Siz qachonki bizda ko'p ayollarni eshitaman, tug'ruqdan keyin ko'pchiligi xiyonatga uchrashadi. Nimaga? Chunki biz zona komfortidan chiqmaymiz. Osh-ovqat, kirchir, bolani yig'isi, o'zimizdagi gormonal narushenyalar, poslerodovoy depressiyalar bilan yuraveramiz, ertaga eringiz ayolda svetoforda boshqasini nomerini olayotgan bo'ladi. Chunki siz u paytda prosta uxlayotgan bo'lasiz. Ton ma'noda uxlab yotgan bo'lasiz. Qachonki siz uyg'onib, o'sha bolangiz pampersdan, kashadan chiqib o'zini o'zi eplaganda 3-4 yil o'tib ketadi. O'shanda uyg'onib, endi o'zingizga qarab, toza soqingizni chik qilib, o'zingiz ko'rinishlaringizni zo'r qilib ozib olganingizda o'sha endi kech bo'ladi. O'sha u yoqda oila qurib, bola chaqa qilib bo'lgan bo'ladi. O'shanda aytasiz, qachon bunga ulgurdi deysiz. O'sha siz uxlab yotgan paytda ulgurgan bo'ladi. Ko'zinglarni kattaroq ochinglar, o'sha harakatni boshlanglar. Hozir uxlaydigan payt emas, zamon emas. Ko'cha to'la jononlar, go'zallar. Shuning uchun o'zingiz ham go'zal magnit ayol bo'lishni bugundan boshlang. Agar siz hozir eringizdan talab qilmasangiz, menga shu kerak, sog'lomni tiklashim kerak, men sog'lom, sevimli ayol bo'lishim kerak, o'zimni tiklashim uchun, o'z ustimda ishlashim uchun shuncha bering demasangiz, ayasangiz, voy bolalarning bog'chasi bor, ro'zg'orimiz bor, anta uy qurishimiz kerak deb ayasangiz eringizni, ertaga masha siznikidan ham 2 baravar xarajat qiladiganini antan topadi va o'shanga beradi og'rinmasidan. Shuning uchun hozirdan o'zingiz uchun pul sarflashga o'rgating. Ayamang.